Bir tanadagi ikki xil futbolchi haqida eshitganmisiz? Bu futbolchini bekorga Bavariya sotib olmoqchi bo'lmagan va Newcastle juda ham katta pul miqdoriga uni xarid qilgan edi va u o'zini oqlayapti. Nik Woltemade haqida gaplashamiz. Biz allaqachon eshitganmiz, Nik Woltemade o'ziga xos futbolchi. Bejizga Bavariya uni xohlab qolmagan edi. Newcastle esa unga bunchalik katta pul to'lamagan, ammo u hatto kutilganidan ham yuqori darajada o'ynayapti. Jamoasiga tezda moslashdi va allaqachon 6 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Woltemadega tashxis shunday qo'yilgan: futbol identifikatsiyaning dissotsiativ buzilishi, ya'ni u ikki xil futbolchiga bo'lingan. Unda shaxsiyat ikkiga ajralgan. Birinchisi o'zining antropomediyasidan to'liq foydalanadi. Bo'yi 1.98 sm, qo'llari va oyoqlari uzun, tanasi kuchli. U futbolchilarga turtinadi, orqasidan chaladi, qo'llarini faol ishlatadi, raqibni chetga suradi, ushlab tura oladi. Qattiq qo'l va dag'al. Familiyasi ham xuddi shunday keskin, temirday tovushli. Woltemade. Ikkinchisi esa butunlay boshqacha. U egiluvchan, muvofiqlashtirilgan va silliq harakat qila oladi. Familiyasi ham raqsga tushgandek eshitiladi. Woltemade. U zo'r texnikaga ega. Oyoq barmoqlari bilan to'pni silay oladi. Paslari ham sheriklariga g'amxo'rlik bilan jo'natiladi. Kerakli kuchda qulay oyoqqa kela oladi. Uning to'pga teginishlari hujumni jonlantira oladi. Agar o'yin jangovar tus olsa, kurashish kerak bo'lsa, sahnaga Woltemade chiqadi. Mo'jiza kerak bo'lsa, Woltemade paydo bo'ladi. Bu g'ayrioddiy ikki yigitni kuzating. Ular bitta tanada, lekin asab va mushak nazoratining noyob darajasiga ega. Fiziologiya shunday deydi. Bu bo'y bilan bunday muvofiq va texnikani birlashtirish mumkin emas. Ammo Woltemade va Woltemade yelkasini qisadi. Keyin to'p uchun kurashishga kiradi. Uni tortib oladi. 180 darajaga burila oladi va yumshoq pas bilan sherigini zarba pozitsiyasiga chiqara oladi. Sizningcha Woltemade qanday darajadagi futbolchi bo'la oladi? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring.